Biz gapirayotganimizda teskari o'girilib olishadi yoki boshqa narsalarga chalg'ib ketishadi, telefon o'ynab o'tirishadi yoki umuman uxlab qolishadi. Chunki men bilamanki, 5 ta eng yaxshi yo'lni topgan ayollar oldiga 6-chi bo'lib qo'shilsangiz, siz o'sha yo'lni bosib o'tayotgan 6-chi ayol bo'lib ketasiz. Men ham o'qishga, ham ishga o'zimni bag'ishlashga harakat qildim. Haqiqatda oilaviy muammoni orqasidan suitsid darajasiga kelishgan man bo'ldim. Даже yurishimdagi, qadam tashlashimdagi o'zgarishgacha solishtirdim. Ayollikka ham hamma narsani o'zini o'rnida, o'zini chegarasida ushlashimiz kerak. Biza qachondir qayerdadir o'sha chegarani yo'qotib qo'ydikmi, bo'ldi, biz yo'ldan chiqib ketamiz. Siz mehr berib, siz o'zingizni bag'ishlagan joyingizdan sizni hech narsasiz qoldirib chiqarib yuborishligiga. Siz yo'l qo'yib qo'ygansizda, qanaqa ayolsiz? Bitta yer ushlamaysiz deydi. Yana o'zimga keldim. Keyin yana ukasi bilan gaplashdi opasi. Bo'ldi, bundan keyin o'zim yig'ib oladi, to'g'ri yuradi, u bu deydi. Xo'p bo'ldi dedim, shu bilan yopilar ekan-ku dedim. Ko'nglim xotirjam bo'ldi. Keyin yana ozgina vaqt o'tdi, o'sha ayol tug'ilgan kuniga bordik. Erim bordi. Xayrlashib chiqib ketdik-da, keyin biram tili o'tkir kiymash xotinni desam, erimga aytdiki, mana shunaqa tili o'tkir bo'lgani yaxshi-da, qara, anaqa qonun boshqacha emotsiya bilan gapiryapti. Erim demak, unga yoqyapti erimga. Men nima yoqayotganini bilish uchun gapiryapman, savol beryapman, shunaqa javob beryapti. Erim yonib anaqa javob beryapti-da. Voy, xarakteri zo'r-da, kulib gapiradi-da. Bitta gapda chaqvasa ham lekin odamga yoqadi deyapti-da. Lekin yaxshi ko'raman demayapti. Lekin o'sha undan battar gapiryapti-da. Sen unaqa emassan deyolmayapti-da. Lekin o'shandan battar qilib gapirib, to'g'ri beshma qo'lim og'rib yurgan. Kirmoshdan u pachcholab tashlaganman. Shunaqa darajada jahli bo'lgan. Lekin yana ertasi kun ertalab hech narsa bo'lmagan, yana 20 ish o'tkazatganman. Hasbunalloh va ni'mal vakil ma'nosini o'sha konsultatsiyadan keyin men yana ham chuqur his qildim. Allohga bo'lgan ishonchim yana ham ortdi. Qizlar qo'g'ircha o'ynagan vaqtda men kopda o'ynaganman. Qizlar tikuvchilikka borgan vaqtda men borib bolalar bilan duradikorlik qilganman. O'sha narsa bizani o'g'il bolacha tarbiya qilib qo'ygan ekan-da, o'zimiz bilmay qolar ekanmiz bu narsani. Assalomu alaykum aziz ko'rsatuvimiz tomoshabinlari. Bugun ayol mikromoliya tashkilotimizni YouTube formatida yana bir yangi yo'nalishni boshlamoqchimiz. Ya'ni bu ko'rsatuvimiz orqali ayol mikromoliya tashkilotida oliy ma'lumotli, malakali psixologlar ishlayotganini va ularning yordami asosida ayollarimiz qanchalik natijaga chiqishayotganligini ushbu ko'rsatuv orqali sizlarga yetkazish. Bugun ham mana shu formatimizni boshlash maqsadida psixologimizni mehmonga chaqirdik va mana shunday natija ko'rsatib, o'z muvaffaqiyat yo'lida ketayotgan o'quvchimizni suhbatga taklif qilganmiz. Keling, ular bilan yaqindan tanishamiz. Assalomu alaykum, Nozima opa, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, Nilufar, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat. Bugun avvalambor chaqirganingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Rahmat otajon. Bugun bu ikki ishtirokchilarimiz o'rtalarida qizg'in suhbat bo'ladi. Aynan psixolog yordami bugungi kunda ayollarimizga qanchalik natijaga chiqishlariga yordam berayotganligini ushbu ko'rsatuv orqali ozgina bo'lsa-da sizlarga isbotlab berish. Keling, birinchi navbatda psixologimiz Mirzayeva Nozima opaga savol bilan yuklanamiz. Nozima opa, birinchi sizni o'sha 1 yil oldingi holatga qaytamiz. Mana shu loyihamizga kelgan ayollar bilan ishlash jarayoni qanaqa bo'lgan? Chunki hammamizga ma'lumki, o'zbek ayollari psixologga o'zlarini muhtoj emas deb hisoblaydilar va mana shu jarayonni siz qanday qilib kechib o'tdingiz va ayollarga psixolog yordami qanchalik kerakligini qanday yetkazib bera oldingiz? Assalomu alaykum, yana bir bor ayol mikromoliya tashkilotiga birinchi kelganimda o'zi tasavvurimiz bo'lmagan. Ayollar kelsa qanaqa ishlaymiz, ularga qanaqa yondashamiz, qanaqa qilib ularni qalbigisiga yetib boramiz degan savol avvalo o'zimizda bo'lgan. Shu o'quv jarayonlarini ishlab chiqish jarayonida har xil yo'nalishlarga yondashib ko'rganmiz, lekin birinchi potokka qabul qilganimizda har bitta ayol bilan individual ishlashga harakat qilganmiz, chunki u paytda birinchi potoklarimizda ayollarimiz soni juda kam bo'lgan va hammaga individual ishlashga imkoniyatimiz bo'lgan. Vaqt ham yetarli bo'lgan. Vaqt ham yetarli bo'lgan. Individual hamma bilan ishlab va natijalarimiz haqiqatda zo'r bo'lgan. Har bitta ayolni qalbiga yetib borib, ularni shu biznesga tayyorlashda, biznes boshlashga yo'naltirishda katta yordam berganmiz. Avvalo ular ayol loyihasiga kelganida ular tayyor bo'lib kelishgan.
o'zgarishga, o'sishga, shu ayol loyihasidan man o'zgaraman, shu yerdan o'saman degan maqsadda kelishgan va ularni psixologga u darajada ishontirish qiyin bo'lmagan. Avvalo ular o'zi tayyor bo'lib kelgan. Bizga ishonch bilan kelishgan, ixlos bilan kelishgan va bizani ishlarimizni ko'rib, kuratorlarimizni ishini ko'rib, psixologlarning ishini ko'rib, ularda yana ham ishonch paydo bo'ldi va biz jarayonga kirishdik. Ayollar bilan ishlashni boshladik. Boshida hamma bilan individual ishlardik, hammaga individual yondashardik va sekin-sekin ayol loyihamiz kengayishni boshladi, kattalashdik, kengaydik, ayollarimiz soni ham ko'paydi, psixologlarimiz ham ko'paydi. Avval bitta o'zim bo'lganman, hozir yonimda Hafiza opam borlar, biz birga ishlaymiz va keyinchalik 6-potokdan biz o'zimizni maxsus mana shu challenge daftarimizni ishlab chiqqanmiz. Mana shu daftarimiz orqali hozir har bitta ayolni qalbiga haqiqatda daftar orqali ham individual yondashishga harakat qilamiz. Daftar so'rovnomaga o'xshaganda. Daftar vazifalardan tashkil topgan, maqsadlarga yetishish, maqsadlar qo'yish va rejali inson bo'lishga o'rgatadi. Kun tartibingizni rejali qilishga, aniq maqsadlarni qo'yishga va maqsadlaringiz sari qanaqa qilib yetishsa bo'ladi. Shularni va har bir kunni qadrini his qilishga yordam beradi. Va hozirgacha mana 1 yildan oshdi, natijalarimiz juda ham zo'r. 2,5 mingta ayolni o'qitib chiqargan bo'lsak, Alloh izni bilan shunaqa chiroyli natijalarga yetishamiz. Suhbatimiz boshida siz aytib o'tdingiz, ayollar ko'pincha tayyor bo'lib kelishadi deb. Tayyor bo'lmagan ayollar ham bo'ldimi? Bor. Tayyor bo'lmaganlar ham bor. Psixologga umuman ishonmaydigan ayollarimiz ham kelishdi. Ular darsi boshidan o'zi biz o'tirishganda suhbatga kiramiz, ikkita psixolog birinchi o'rinda o'zimizni tanishtiramiz va daftar tanishtiramiz. O'sha paytda biz professional jihatdan ularni ajratib olamiz. O'zi birinchi bilinadi, o'zidan bilamiz. Bizga ishonchi bormi yoki ishonchi yo'qmi? Simptomlari qanaqa bo'ladi? Ularni qarashi, birinchi o'rinda qarashi, qabul qilishi, biz gapirayotganimizda teskari o'girilib olishadi yoki boshqa narsalarga chalg'ib ketishadi, telefon o'ynab o'tirishadi yoki umuman uxlab qolishadi. Bu bizani qabul qilmayotganlikdan dalolat beradi, lekin bu bizga to'siq bo'la olmaydi. Biz 2-chi, 3-chi darslarimizda albatta ularni qalblarini zabt etamiz va ishonchligimizga kiramiz. Mana shunday murakkab o'quvchilaringiz ham ko'p bo'lgani? Ko'p, bunaqa murakkab o'quvchilarimiz juda ham ko'p bo'ldi. Hafiza ham qanchasi bilan ishladilar. Mana biz o'zi birinchi ayollar kelganda maxsus o'zimizning testimizni o'tkazamiz. Psixologik holatini, ruhiy holatini, emotsional intellektini aniqlab beradigan test o'tkazamiz. Va testlarni bittalab saralaymiz. Ularni tekshiramiz va testlar natijasini yozib, u testlar natijasida ruhiy holati ancha yomon bo'lgan ayollarni saralab olamiz va o'zimizga ro'yxat qilib olamiz. Va shu ro'yxat asosida imkon qadar bitta chaqirib individual konsultatsiya qilishga harakat qilamiz. Ruhiy holati yaxshi bo'lsa, umumiyda ishlab yakunlaymiz. Agar ruhiy holati yaxshi emas bo'lsa, ularni chaqirib individual yondashib, yordam berishga, yechim berishga harakat qilamiz. Bugun mana psixolog yordami qanchalik ayollarimizni o'zgarishga sababchi qilganligini ko'rsatish maqsadida o'quvchingizni ham taklif qildik. Nilufar, xush kelibsiz. Hozir endi sizga savol bilan yuzlanmoqchiman. Aynan ayolga qanday qilib kelib qoldingiz? Qayerda eshitdingiz birinchi? Va ayolda o'qish istagi nima sababdan sizni shu yerga chaqirdi, undadi? Xo'p, men bu yerga ayol mikromoliya tashkiloti haqida Shohida Ibragimovani Instagram tarmoqlarida kuzatib borardim va bu narsa menga shunaqangi narsa berdiki, Shohida Ibragimovaga propiska bo'lgan hammani kuzatib chiqdim boshida. Kim bilan ishlaydilar, kim orada bor, o'qituvchilar kim, psixologlar kim, hammasini oldin o'rganib chiqdim. Keyin o'rganib chiqqandan keyin menda shunaqa narsa ichimda g'alayon bo'ldiki, yo'q, men boraman, o'qiyman dedim. Nimaga o'qishga keldimki, men bu yerga menga moliyalashtirish birinchi kelgan kunim umuman qiziq bo'lmagan. Nimagaki men birinchi bo'lib shu avraga kirishni o'zim xohladim. Shu ayollar davrasiga, shu hamma o'zini aniq yo'lini topgan ayollar orasiga kirish menda maqsad bo'ldi. Chunki men bilamanki, 5 ta eng yaxshi yo'lini topgan ayollar oldiga 6-chi bo'lib qo'shilsangiz, siz o'sha yo'lni bosib o'tayotgan 6-chi ayol bo'lib ketasiz. Va o'sha narsa menga sabab bo'ldi shu tashkilotga kelishimga. Va men bundan juda ham xursand bo'ldim. Loyihaga kelganda sizni qandaydir muammolar qiynayotganmidi? Albatta.
man ozgina shu muammolar bilan mana qilsangiz bo'lishsangiz bizni tomosha qilayotgan tomoshabinlar uchun ham ya'ni hozir ularda balkim shu hissiyot o'tayotgandir hayotida yoki shu qiyinchilik o'tayotgandir ularga oz bo'lsa-da ya'ni bu ham sizni tajribangiz motivatsiya kuch berardi. man bu yerga ayol mikromoliya tashkilotiga birinchi kelgan kunim ruhiy vaziyatim, moliyaviy demayman, ruhiy vaziyatim ozgina qiyinchilik vaziyatda turgandim, chunki turmushim masalasida shaxsiy hayotimda juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi, juda ham katta yo'qotishlar ham bo'ldi deylik. O'sha bosqichlarni bosib o'tish jarayonida men ham o'qishga ham ishga o'zimni bag'ishlashga harakat qildim. Nimagaki, men o'ylaymanki, xoh ayol, xoh erkak bo'lsin, qanaqadir hayotida to'sqinlik bo'ladim, qanaqadir hayotida bir katta o'zgarish bo'ladim, yomon o'zgarish bo'ladim, o'sha vaziyatdan odam o'zini o'zi olib chiqib ketishi shart. Chunki sizni qo'lingizdan hech kim kelmamda, qiynalyapsan deb birov sizni qo'lingizdan yetalab olib chiqib ketmaydi. Siz o'zingiz oyoqqa turishingiz kerak. Ayniqsa ayollar nimaga? Turmushim o'xshamadi degan ayollarni ko'pini ko'rdim, shu yerda ham ko'rdim, bundan tashqari vaziyatlarda ham tanishlarimiz bor, ulardan ham eshitamiz. Turmushi o'xshamagandan keyin o'zini o'zi depressiyaga tushirib, o'zini o'zi juda ham katta tushkunlikka tushirib qo'yadigan, alamni farzandlardan oladigan ayollar ko'p. Gapingizga hozir qo'shimcha qilmoqchi edim. Loyiha davomida aynan shunday jarayonda suitsidgacha suitsid yoqasida turgan ayollarimizni ham bu yo'ldan qaytarishga muvaffaq bo'lishdi, Nozim opa. 9 ta adashmasam, yangi patoklarimizni ham qo'shganimizda undan ham o'sha oshgan bo'lishi mumkin. Chunki har patokda bittadan, ikkitadan shunaqa muammo bilan kelgan ayollarimiz bor. Haqiqatda oilaviy muammoni orqasidan suitsid darajasiga kelishgan. Men bo'ldi, bugun o'zimga nimadir qilaman va o'sha shu narsani qilib ham ko'rishgan, попытка qilishgan ayollarimiz ham bo'lishdi, lekin biz ular bilan qarang, mana shu narsalarda ayollar aytishadimi sizlarga? Aytishadi. Qanaqa anaqa qilaysizlar demoqchi edim. Psixologga kirganda ular shunaqa ishonch bilan kirishadiki, hamma narsani aytishga tayyor bo'lib kirishadi. Lekin bu narsalar hammasi omonat. Biza ism familiya bilan bu odam bu bo'luvdi, men bu odam bunaqa bo'luvdi deb hech qayerda gapirmaymiz, chunki har bitta test natijasi ham maxfiy hisoblanadi. Faqatgina ikkita psixologdan boshqa hech kim bu narsalarni ko'rmaydi. Bu faqatgina o'zimizda turadi. Ayollarimiz 100% ishonch bilan kelsalar bo'ladi, chunki hammasi maxfiy. Bu yerga shu xonada gaplashilgan har bitta savol, javob, suhbat hammasi maxfiy hisoblanadi. Lekin bizga faqatgina natija muhim. Natijasini yaxshi qilib bersak bo'ldi. Ularni kimligi, qaysi oiladanligi, kimi kelini yoki kimi qiziligi muhim emas. Faqat bizga natija rol o'ynaydi. Haqiqatdan ham suitsiddan qaytargan ayollarimiz juda ham ko'p bo'ldi. Bundan faxrlanamiz. Mana hozirgi Nilufarda ham aytib o'taman, chunki men bu o'quvchimizni chaqirganimizdan ham maqsad bularni yorqin boshqacha eslab ular bilan individual ham ishlagansiz? Ha, Hafiza ham ishlaganlar ular bilan, lekin biz umumiyda общий har bitta darsga birga kiramiz. Boshida birinchi konsultatsiyaga mana suhbatga kirganimizda men bular birinchi partada o'tirgan bo'lganlar. Men ko'zim faqat bularga tushganda, gapirayotganimda faqat bularga tushgan. Nimaga? Chunki bularning holatlari haqiqatdan ham yaxshi emas edi. Men Hafiza opamga chiqib aytganman, Hafiza opam mana shu ayolda men negativ ko'ryapman. Chunki ichlarida anaqa hozir ko'z qarashlaridan ham bilgansiz. Holatlari yaxshi emasligini biz birinchi kundan bilganmiz. Lekin bular o'sha ishlardan javob ololmaganliklari sababli bu patokni o'qimasdan ketgan edilar. Birinchi marta ketib, keyin yana o'zlarida kuch topib, yo'q o'qiyman, harakat qilaman, o'zimni qo'lga olaman deb va yana qaytib keldilar. Mana darslarni tugatdilar va shunaqa hozir endi o'zlaridan eshitamiz natijalar haqida. Qanaqa natijalar bo'ldi? Nilufar, nima o'zgarish bo'ldi? Ayolga kelib, o'qilib, o'z ustingizda ishlaganingizdan keyin. O'zi boshida aytdingiz, moliyalashtirish olish niyatim yo'q edi dedingiz. Keyin moliyalashtirildingizmi? Moliyalashtirish xudo xolasa imtihonda yaxshi natija bilan chiqdim. Moliya olaman degan umiddaman. Ha, demak imtihon bular bitirdilar hozir patokda. Menga hozir ham moliyalashtirish unaqa muhim emas. Menga chunki olgan natijam muhim bo'ldi menga. O'zim ruhiy holatimdagi, hayotimdagi bo'lgan tartib
vaziyat, tartibga solingan vaziyat men uchun juda ham muhim bo'ldi. Chunki bu yerga kelishimdan oldin mana hozir aytdilar, mana shu kundalik daftar aytib o'tdilar. Bu kundalik daftar men kelgan kunim, birinchi kelgan kunim olganman. Nimaga oldimki, men birinchi aytishganda oddiy daftar bo'lsa kerak deb qo'limga oldim, o'qib chiqdim birinchi. Sotib olishdan oldin o'qib chiqdim-da, keyin olganda yo'q, men bundan ikkita olaman dedim, bir emas ikkita olaman dedim. Keyin uyga olib ketib, boshidan hamma narsasini sanasiga soatigacha to'ldirish boshladim. Keyin yaxshilab e'tibor bersam, bu daftardagi hamma topshiriqlarni hammasini bajarar ekanmiz, lekin juda ham betartib tarzda bajarar ekanmiz. Bitta men emas, atrofimdagi hamma ayollar xuddi shunaqa. Har kuni kitob o'qiyman, har kuni o'ziga yarasha mashqlarim bor, har kuni piyoda yuraman, har kuni farzandlarimga vaqt ajrataman, lekin hech qaysisini aniq vaqti, aniq soati yo'q. Shuning uchun bizda kunimizni juda ham betartib tarzda tashkillashtirilar ekan. Keyin men bu daftar bo'yicha hammasini tartibga solib bajarish boshlagandan keyin tushundimki, men qilayotgan ishimga nisbatan yana ham ko'proq ish qila olar ekanman bir kun davomida. Men chunki mana ayol mikromoliya tashkilotiga kelganimda ertalabki smenada, birinchi smenada o'qidim, obeddan keyin ishga bordim. Ishdan tashqari ikkita farzandim tarbiyasi bor, ikkala farzandim o'zini boradigan mashg'ulotlari bor. Darsga majburiy ona sifatida baribir darsga majburiy qaraysiz farzand. O'sha narsalarning hammasini chiroyli tartibga sola olganim va shu narsalarni menda o'zimda katta kuch topa olganim, bunaqa katta komandaga kira olganim menga zo'r natija bo'ldi. Va bu yerdan ketayotgan kunim men birinchi o'qishga kelgan kunim men video olganman. O'zim uchun video olganman. Bu videoni hali ham saqlab qo'ydim. Xudo xolisa dedim, men mana shu bitirgan kunimdan yana bitta video olaman deganman o'zimga. Va haqiqatan ham o'qishni bitirdik, imtihon topshirgan kunimizda chiqib yana bitta video oldim. Uyga borgandan keyin ikkala videoni qayta ko'rdim. Sizlarga aytmadim, lekin ikkala videoni qayta ko'rdimda, keyin birinchi kelgan kunimdagi ko'zimdagi qarashi, gapirishimdagi nutqimdagi o'zgarish ko'rdim. Keyin oxirgi kungi imtihon topshirgan kunimdagi nutqimdagi va qarashimdagi, dasha yurishimdagi, qadam tashlashimdagi o'zgarishgacha solishtirdim. Keyin tushundimki, men bu yerda 2 hafta ichida men shunchaki o'qimadim. Shunchaki moliyalashtirish uchun kelmadim men. Men moliyalashtirishdan ko'ra, o'sha beriladigan puldan ko'ra men juda ham katta narsa oldim. Bu mening natijam. Endi men o'ylaymanki, bu natija bitta menda emas, chunki menga o'xshagan millionlab ayollar o'qiyapti bu yerda. Menga o'xshagan har bitta potokda 30-40 tadan oshiq ayol bitiryapti. Va ular hozir bu yerga kela olmagan bo'lsa ham, xuddi o'sha ayollarda ham xuddi shunaqa gaplar bor. U ayollarning ichida ham xuddi shunaqa hissiyotlar bor. Ular ham o'qiganga yarasha yaxshi natija ola oldi. Va biza bu yerda o'qigan ayollar 15-potokdagi, o'zim o'qiy olmagan potokdagi qizlar bilan ham dugona bo'lib qoldik va hammamiz kelishib oldik, kim nima biznes boshlasa, hammamiz bir-birimizga yordam berish uchun, hammamiz bir-birimiz bilan kontakt o'rnatdik va hozirgi kunda ham ular bilan aloqada bo'lib turamiz. Va mana 16-potokda o'qib bitirganim uchun 16-potokdagi qizlar bilan ham xuddi shunaqa narsaga kelishdik. Kim nima biznes boshlashdan qat'iy nazar, hammamiz bir-birimiz bilan aloqada bo'lib turamiz, aloqa o'rnatamiz va xuddi shu narsani tizimlashtiramiz bir-birimizga. Kimga nima yordam kerak, bir reklama qilib berish kerakmishingiz, men reklama qilib beraman. Kimdir target olib boraveramizda, ular target yoqib beradilar. Kimdir qayerdadir kiyim sotib olish kerak bo'lsa, ularga yo'nalish beraman. Xuddi shunaqa narsani biz kelishib oldik va bu narsa hammamiz uchun ham manfaatli bo'ldi. Faqat mana loyihasining asosiy maqsadi ham shu edi, o'zi ayollarni birga qilish, jipslashtirish, ularni bir-biriga shunaqangi bog'lab, bir-biriga yordam beradigan qilib yetishtirish edi. Asosiy maqsadimiz ham shu edi. Maqsadimizga yetishimiz. Nilufar, oldin ham psixologga murojaat qilganmidingiz? Ishlaganmisiz psixologlar bilan? Psixolog bilan bir marta 2014-yil ishlaganman. Endi u paytda to'g'risini aytaman, ukam olimni o'tgan, 7 yosh ukam oldimda avariya bo'lib olimni o'tib qolgan. O'sha vaqtda Boboyor To'rayev bilan ishlaganman. Unda ham 2 marta konsultatsiyalarga borganimda Nilufar, sizga psixolog kerak emas dedilar. Siz o'zingiz kuchli qiz ekansiz deganlar. Bo'ldi, shundan keyin o'sha siz kuchli qiz ekansiz deganlardan keyin qaytib bormaganman. Bu loyihaga kelganingizda bu psixolog yordami qanday farq qildi? Siz kuchli qiz ekansiz-ku, sizga psixolog yordam kerak emas edi-ku. Yo'q, men u paytda kuchli qiz edim. Hozir endi u paytda bir o'zim bo'lganman. Meni hozir endi oldimda 2 ta qizim bor. Men endi faqat kuchli ayol bo'lishim kerak emas. Men ham kuchli ona bo'lishim kerak, ham namunali ona bo'lishim kerak, ham 2 ta qizni qo'llab-quvvatlab ularni rivojlantirish kerak bo'lgan ona bo'lishim kerak. Men hozirgi kunda yolg'iz onasiz.
shunaqa ham jamiyatda o'zini o'rnini topishi shart bo'lgan ayol bo'lishim kerak. Men o'zimga shunaqa maqsad qo'yganman. Aniq maqsadim shu hozirgi kunda. Shu narsaga Nozim opa bularni komandalari Hafiza opani va ayol mikromoliya tashkilotining juda ham o'rni katta bu rolda. Inshaalloh natijalarni imtihon kuniga ham kelganda aytdim Nargiz opaga, o'quv bo'lim boshlig'iga aytdimki, ularga bizlarni xudo xolasa aytdim, shunaqa natija ko'rsataylikki, keyinchalik bizneslarimizga kengayib, dedim, tarmoqli bizneslarga o'tib ketganimizdan keyin vaqtimizda bo'lmay qolsin shunaqa narsalarga aytdim. Shunaqa darajaga yetaylik biz aytdim. Nozim opa, sizga yana bitta zo'r savol bermoqchi edim. Hozirgi oldingi davr bilan hozirgi davrni taqqoslashtirsak, oldin nimagadir psixologlarga ehtiyoj sezilmagan. Nimaga bugungi kunda psixolog yordamiga ko'proq ehtiyoj bor? Nima deb o'ylaysiz shuni? Mana hozirgi kunda ham mana loyihamiz orqali juda ko'p ayollar bilan ishladingiz va bu natijada ko'rib boryapmiz. Menimcha aniq bir anaqasi bo'lsa kerak. Nima deydi? Sababi bo'lsa kerak. Sababi mana oldin avvallari ijtimoiy tarmoqlar u darajada rivojlanmagan bo'lgan. Hozir ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanishi oqibatida hamma o'zini ijtimoiy tarmoqda ko'rsatyapti. Psixologiya ham ijtimoiy tarmoqlar orqali juda ham rivojlanib ketdi. Psixologiya degan tushuncha har qadamingizda jaranglayapti. Buni oqibatida avvallari ayollar o'zi bilan o'zi, umuman insonlar o'zi bilan o'zi oilasidagi muammoni boricha qabul qilib, "Ay shu berilibdi, endi shunga ko'nishim kerak" degan nima fikrda bo'lishgan va psixologiya to'g'risida u darajada ma'lumotligi bo'lmagan. U paytda ham bo'lgan, murojaat qilishgan psixologlar ancha yillardan beri bor. Lekin ijtimoiy tarmoq orqali reklama kuchayib ketgani uchun hamma o'zidagi muammoni eshityapti. Ha, значит, meni ham muammoimga yechim bor ekan. Mana shu insonga, mana bu insonga murojaat qilsam, meni ham muammolarimni yechsa bo'lar ekan degan fikr paydo bo'lyapti va psixologlarga murojaat qilishyapti. Avvallari muammo bo'lgan, lekin psixologlar ham bo'lgan, bu darajada reklama kuchli bo'lmagan. O'zini yoritish, ishini ko'rsatish imkoni bo'lmagan. Televizorlarda ham bu darajada psixologiya yoritilmagan. Shuning uchun hozir ijtimoiy tarmoqlarni plus jihati hamma o'zidagi bor muammoni ko'ryapti, eshityapti. Va rostdan ham menga shu narsada yordam bor ekan deb o'ziga kerak bo'lgan, tushgan, nima deydi, ruhiyatiga tushgan mutaxassisga murojaat qilib, o'zi muammolariga yechim topishyapti. Ona faqat farzandlari uchun yashaydimi? Yo'q, ona birinchi o'zi uchun O'zi yashaydi. eng baxtli farzand qachonki ota-onasi baxtliligini ko'rsa, baxt ko'ra oladi deydi-da. Mana shu jihat Nozim opa loyihada qanaqa olib borilyapti? Hozir ham mana bularni eshityapmiz. O'zi mana biz har doim aytamiz darslarimizda bola qayerdan biladi degan tushuncha narsani ko'plar o'ylaydi, rostdan ham shunaqa o'ylaydi. Ko'p onalarimiz, otalarimiz bu nimani biladi, bu nimani tushunadi degan tasavvur ko'p ota-onalarimizda bor, lekin Nilufar to'g'ri aytayotdilar, faqat psixologik jihatdan to'g'rilab o'taman. Bolalar 13-14 yoshgacha ota-ona bilan, ayniqsa ona bilan hissiy bog'liq bo'ladi. Hissiy. Ona umuman gapirmasligi mumkin, dardini aytmasligi mumkin, uydagi muammolarni farzandiga aytmasligi mumkin, lekin bola onadagi hissiyotni shundoq qalbi bilan his qiladi. Xuddi men aytaman, mana ikkita hissiyot bir-biri bilan gaplashadi. So'zlar orqali emas, mana hissiyotlar gaplashadi. Onani ichida nima tug'yon bo'layotgan bo'lsa, nima emotsiyalar o'tayotgan bo'lsa, bu avtomatik ravishda bolaga o'tadi. Siz hozir xursand bo'lsangiz, bolangiz ham xuddi shunaqa. O'shani aytaman-da. Agar sizning holatingiz yomon bo'lsa, ruhiyatingiz yomon bo'lsa, kayfiyatingiz yaxshi bo'lmasa, emotsional holatingiz yaxshi bo'lmasa, bolalarda bu qanaqa namoyon bo'ladi? Asosan o'qishida, darslarida orqaga ketish boshlanadi. O'zidan o'zi 5 ga o'qib turgan bola baholari pasayib 3-2 ga tushib qolishi mumkin. Bu degani bola o'qimayapti degani emas, onadan shu hissiyotlarni olyapti degani. Ba'zida aytamiz, bolalarimiz o'zidan o'zi agressivlashib ketadi. Voy, men bolamni eplolmayapman, nima qilsam bo'ladi, bolam bilan ishlab bera olasizmi deyshadi. Yo'q, bularni bolalar bilan ishlashga ehtiyoj yo'q. Onani o'zi bilan ishlash kerak. Siz bilan ishlash kerak. Menga aytaman, men bolam bilan ishlab bera olasizmi? Meni 5 yosh bolam to'polon qilyapti, umuman qila olmayapti. Stop. Bu sizning muammongiz, sizning ichki holatingiz. Siz xotirjam emassiz, bu bolada namoyon bo'lyapti deb tushuntiramiz.
avvalo ona birinchi o'rinda ruhiy holatini yaxshilab olish kerak, emotsional holatini yaxshilab olish kerak. Shundagina avtomatik ravishda bolani holati ham o'zi yaxshilanishni boshlaydi. Mana Nilufarga o'xshagan o'zini o'zi resursga to'ldira oladigan onalardan yaxshi emotsionalni rivojlangan, ruhiy holati yaxshi farzandlar dunyoga keladi, rivojlanadi va yuqori natijalarga erishib, shunaqa olimpiadalarda ham yaxshi natijalarga erishib keladi. Nozim opa, keling, agar boshqa o'quvchilaringizni ham taklif qilgan bo'lsangiz, ularni ham suhbatini olamiz. Nilufar, sizga katta rahmat. Bizni bu ko'rsatuvimizni yanada yaxshi bo'lishiga va ko'proq tomoshabinlarga yetib borishda, o'zini muammolarini ham, masalan, sizni vaziyatingizni ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Vaqtingizni ayamasdan bu formatdagi ko'rsatuvimizga kelganingiz uchun rahmat sizga. Rahmat. Men avvalambor hozir bugungi ko'rsatuvga taklif qilganingiz uchun sizlarga alohida minnatdorchilik bildiraman va ayol mikromoliya tashkilotini tashkilotchilariga, rahbariyatiga va bu yerda bizga 3 hafta davomida dars bergan kuratorlarimizga, ustozlarimizga, bizga bilan alohida ishlagan psixologlarimizga, hammaligiga o'zim minnatdorchilik bildiraman. Nafaqat o'zim nomimdan, men bilan baravar o'qib bitirib ketgan va o'zi bugungi kunda minnatdorchilik bildirishga ulgurmay ketgan har bitta o'quvchilar nomidan sizlarga rahmat aytaman. Inshaalloh ishinglar shunaqangi chiroyli davom etsinki, har bitta ayol qachondir yaxshi ham o'qigan ekanman desin.